Salom youtuberlar. Xo'sh, biz navbatdagi bomba bo'lgan yo'nalish bilan davom etamiz. Hozir sizlarga aytmoqchi bo'lgan yo'nalishim Amerikada, umuman butun dunyoda ommalashadigan va doim ma'lumot topiladigan, doim siz uchun trend, doim millionlab prosmotr olish mumkin bo'lgan ajoyib bitta yo'nalish. Memlar haqida gaplashamiz. Mem degani qisqacha tushuntirib o'taman. Hozirgi kunda trendda bo'layotgan o'sha ma'lumot, o'sha qahramon to'g'risida. Ya'ni o'sha qahramon to'g'risida siz videolar tayyorlaysiz va u YouTube'da zo'r prosmotr olib o'tadi. Men sirazi o'sha yo'nalish bo'yicha to'liqroq ma'lumot berish uchun ekran zapisi sizlarga tavsiya qilaman. Demak, ketdik. Qaranglar, men ko'rsatmoqchi bo'lgan kanal Bukaka Mem kanali va bu kanalda hozirgi kunda 560 mingga yaqin obunachisi bor va bu videolar haqida sizga qisqacha tushuntirib o'taman. Qaranglar, videolarni ko'radigan bo'lsanglar 1 daqiqadan ozgina o'tgan, 34 sekund. Ya'ni umuman olganda 63 sekund, 65 sekundli videolar. Ya'ni bunaqa videoni tayyorlash uchun sizga juda ko'p vaqt va juda katta narsa talab qilinmaydi. Men hozir sizga mana shu oxirgi yuklangan videoni qo'yib ko'rsataman. Ko'radigan bo'lsanglar, bu joyda orqa fonda har xil joylar lokatsiyasi internetdan rasmlari yig'ib olingan va ular ketma-ket mana bu kichkina sichqoncha va sichqoncha simon qanaqadir mushuk harakati qilingan. Buni qilish juda ham oddiy. CapCut yoki montaj programmasiga orqa fonni oldin qo'yib olasizlar va bu yerda green screenlar sizga yordam beradi. Hoppale. O'zi aslida mana bu sichqon simon mushuk mana bu aylanyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bu yonidagi sichqoncha esa mana nomini yozib qo'yibdi, Radtansto. Shunchaki YouTube'ga o'shani yozib, misol uchun green screen deb yozadigan bo'lsanglar, sizga o'sha qahramonning o'sha raqs tushayotgan holatini ko'rsatib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Oddiy mana shu kalamush sichqonchani raqsi mana shu videomiz bir oy ichida 450 ming prosmotr olib kelgan. Bu oddiy animatsiyaga kiradi. Ikkitagina green screen video sketchat qilib olingan va orqa fonga Google'dan yoki Yandex'dan rasmlar olingan va ketma-ket qo'yilgan xolos. Ozgina musiqa ishlov va video tayyor. Atigi 1 daqiqa. Va daromadini ham ko'rsatib o'tib ketishni ma'qul ko'rdim. Ha do'stlar, juda ham oddiy montaj, bunaqa sifatli yondashuv ham yo'q aslida. Oddiy ma'lumotlar va millionlab prosmotrlar, minglab dollarlar. Xuddi shunaqa yo'nalishlar bilan ishlab, Amerikan YouTube'da daromad qilishni xohlasangiz, opisaniyada yoki kanalda kommentariya bo'limida zaklepit deb qo'yaman. Maxsus botimiz bor. Botga ro'yxatdan o'tib, maqsadingizni, qanaqa savolingiz bo'lsa yozadigan bo'lsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz va albatta savollaringizga javob berishdan mamnunmiz. Qo'lga bu juda oson.